Bugun men pensiya oladigan har bir inson va ularning farzandlari uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap oktyabr oyidan boshlab pensionerlar ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinishi, bu imtiyoz kimlarga tegishi, kimlar esa adashib qolmasligi kerakligi haqida ketadi. Bu ma'lumotni bilmasangiz, ortiqcha pul to'lab yuborishingiz qarzdorlik noto'g'ri hisoblanishi yoki sizga tegishli yengillikdan foydalana olmasligingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men hammasini oddiy tilda, misollar bilan qayerga murojaat qilish, qanday hujjat kerak, ariza qanday yozilishi kerak, qanday holatlarda imtiyoz berilmasligi mumkinligini batafsil aytib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarning byudjetini asrab qoladi. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiya olganiga qaramay, kommunal xizmatlar, uy-joy bilan bog'liq majburiy yig'imlar, ayrim davlat xizmatlari uchun to'lovlar, hujjat rasmiylashtirish xarajatlari yoki qarzdorlik bo'yicha undiriladigan ayrim summalarni umumiy tartibda to'lab kelgan. Ya'ni odam pensiyada bo'lsa ham tizim uni alohida himoyalangan toifa sifatida avtomatik tanimagan holatlar ko'p uchragan. Masalan, bir pensioner onaxon oyiga 1 million 100 ming so'm pensiya olsa, undan elektr, gaz, suv chiqindi, lift, umumiy uy ta'miri, ba'zan hujjat olish uchun davlat boji, notarial xarajatlar, ma'lumotnoma to'lovlari kabi xarajatlar chiqib ketadi. Natijada qo'lida qoladigan pul doriga, oziq-ovqatga, transportga yetmaydi. Eng achinarlisi, ayrim pensionerlar imtiyozi borligini bilmay, yillar davomida ortiqcha to'lov qilgan. Endi asosiy o'zgarish shundaki, oktyabr oyidan boshlab pensionerlar uchun belgilangan ayrim to'lovlar bo'yicha to'liq ozod qilish tartibi kuchga kirgan deb e'lon qilinmoqda. Bu degani, pensionerning maqomi tasdiqlansa va u belgilangan shartlarga mos kelsa, undan ayrim turdagi majburiy to'lovlar undirilmasligi kerak. Lekin men bu yerda juda muhim nuqtani aytaman. Har bir to'lov bo'yicha imtiyozning o'z doirasi bor. Hamma narsa avtomatik ravishda bekor bo'ldi. Endi pensioner hech narsa to'lamaydi deb tushunish xato bo'ladi. Siz eng avvalo nimani aniqlashingiz kerak? Qaysi to'lov haqida gap ketmoqda? U respublika miqyosidagi majburiy to'lovmi yoki mahalliy tashkilotning xizmat haqimi? Imtiyoz avtomatik qo'llanadimi yoki ariza bilan murojaat qilish kerakmi? Pensionerning nomida uy bormi? U yolg'iz yashaydimi? Ishlaydimi yoki ishlamayaptimi? Nogironlik guruhi bormi? Kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turadimi? Mana shu savollar javobiga qarab natija o'zgaradi. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Faraz qiling, Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli otaxon bor. U oyiga 1 million 300 ming so'm pensiya oladi. Uyning kommunal to'lovlari o'rtacha 4 ming so'm chiqadi. Agar unga tegishli imtiyoz ma'lum bir xizmat bo'yicha to'liq qo'llansa, masalan chiqindi yig'imi yoki ayrim majburiy yig'imlardan ozod qilinsa, oyiga 20 ming, 4 ming yoki 7 ming so'm iqtisod qilishi mumkin. Kimdir uchun bu kichik ko'rinadi, lekin pensioner uchun bu bir haftalik non, dorixona xarajati yoki transport puli bo'lishi mumkin. Yana bir vaziyat. Yolg'iz yashaydigan 72 yoshli ayol elektr va gaz uchun to'lovlarni vaqtida to'laydi. Lekin mahalla yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot tomonidan qo'shimcha yig'im chiqarilgan. U bu to'lov nima uchunligini tushunmaydi va qo'rqib to'lab yuboradi. Agar yangi tartib bo'yicha u to'lovdan ozod qilingan bo'lsa, u bunday summani to'lamasligi kerak. Ammo buning uchun hisob-kitob varaqasini olib, unda qaysi xizmat nomi yozilganini ko'rishi, tashkilotga murojaat qilib imtiyoz qo'llanishini talab qilish kerak. 3-misol, pensioner otaxon farzandlari bilan bir uyda yashaydi. Uy uning nomida emas, o'g'lining nomida. Bu holatda ayrim imtiyozlar pensionerga emas, mulk egasiga bog'langan bo'lishi mumkin. Ya'ni otaxon pensiya oladi, lekin to'lov hisob varag'i o'g'lining nomida. Tizim pensionerni ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda darhol xulosa qilmaslik kerak. Hisob raqam kimning nomida, imtiyoz shaxsga beriladimi yoki uy-joyga beriladimi? Mana shuni aniqlash zarur. 4-misol, pensioner ayol hali ham ishlayapti. U yoshga doir pensiya oladi, lekin maktabda, shifoxonada yoki xususiy korxonada ishlaydi. Ayrim yengilliklar barcha pensionerlarga beriladi. Ayrimlari esa faqat ishlamaydigan pensionerlarga yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga berilishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensioner ham huquqini so'rashi kerak, lekin shartlarni aniq bilishi lozim. Kimlar albatta e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlar.
Chunki ular ko'pincha hujjat bilan yurishga qiynaladi. To'lov qog'ozidagi mayda yozuvlarni tushunmaydi. Tashkilotlarga qatnashga imkoniyati cheklangan bo'ladi. Ikkinchi navbatda pensiyasi juda kam bo'lganlar. Har qanday ortiqcha undirilgan summa ularning hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Uchinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Ularda bir nechta imtiyoz bir vaqtda qo'llanishi mumkin. To'rtinchi toifa qarzdorlik chiqarilgan pensionerlar. Chunki ba'zan qarzdorlik eski tartib bo'yicha noto'g'ri hisoblangan bo'ladi. Kimlar ortiqcha vahima qilmasligi kerak? Agar sizning to'lovingiz shaxsiy iste'molga bog'liq bo'lsa, masalan, sarflagan elektr energiyangiz, gazingiz, suvingiz, internetingiz, mobil aloqangiz bo'lsa, bularning hammasi avtomatik ravishda bekor bo'ladi deb o'ylamang. Ko'p hollarda imtiyoz majburiy yig'im, davlat boji, ayrim xizmat haqi yoki belgilangan toifa uchun chiqarilgan to'lovlarga taalluqli bo'ladi. Iste'mol qilgan resursingiz uchun to'lov esa alohida masala. Agar siz 300 kilovat elektr ishlatgan bo'lsangiz, bu hisob-kitob o'z qoidasi bilan yuradi. Lekin shu hisob ichida pensionerlar uchun belgilangan chegirma yoki kompensatsiya bo'lsa, uni talab qilish mumkin. Yana bir muhim jihat, imtiyoz mavjud bo'lsa ham u har doim ham avtomatik qo'llanmaydi. Ayrim ma'lumotlar elektron bazalarda bor. Pasport ma'lumoti, shir, pensiya tayinlanganligi, manzil. Lekin xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bazasi yangilanmagan bo'lishi mumkin. Siz pensioner bo'lsangiz ham ularning tizimida oddiy abonent sifatida turishingiz ehtimoli bor. Shunda kompyuter sizga eski tartibda to'lov chiqaraveradi. Shuning uchun men doim aytaman, huquqni bilish yetarli emas. Uni hisob-kitobda aks ettirishni ham talab qilish kerak. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi xato, men pensionerman, demak barcha to'lovlardan ozodman deb o'ylash. Yo'q. Har bir imtiyoz aniq nomlangan to'lovga nisbatan amal qiladi. Agar qarorda yoki tartibda faqat davlat boji deyilgan bo'lsa, bu kommunal to'lov degani emas. Agar chiqindi yig'imi deyilgan bo'lsa, bu gaz va elektr ham bekor bo'ldi degani emas. Ikkinchi xato, og'zaki gap ishonib qolish. Mahallada kimdir endi pensionerlar to'lamaydi desa, bu hali hujjat emas. Siz har doim yozma asos so'rashingiz kerak. To'lov qaysi normativ hujjat asosida undirilmoqda? Imtiyoz qaysi band asosida beriladi? Men pensioner sifatida shu toifaga kiramanmi? Mana shu savollarni bermasangiz, sizni bir joydan ikkinchi joyga yuborishlari mumkin. Uchinchi xato, eski qarzdorlikni yangi imtiyoz bilan aralashtirish. Masalan, oktyabrdan boshlab imtiyoz kuchga kirgan bo'lsa, sentyabrgacha bo'lgan qarzdorlik avtomatik o'chiriladi degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. Ayrim hollarda imtiyoz faqat yangi davr uchun amal qiladi. Ayrim hollarda esa ilgari noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qilish mumkin. Shuning uchun qarzdorlik ko'rsatilgan varaqani tashlab yubormang, aksincha uni saqlang va yozma ravishda tekshirtiring. To'rtinchi xato, uy-joy egasi masalasini e'tiborsiz qoldirish. Imtiyoz pensionerning shaxsiga bog'liq bo'lsa, pasport va pensiya guvohnomasi yetarli bo'lishi mumkin. Lekin to'lov uy-joyga bog'liq bo'lsa, kadastr, egalik hujjati, abonent shartnomasi, doimiy ro'yxat manzili kerak bo'lishi mumkin. Agar pensioner boshqa manzilda ro'yxatda turib, amalda boshqa joyda yashasa, bu ham muammo tug'diradi. 5-nozik jihat, oiladagi boshqa daromadlar. Ayrim ijtimoiy imtiyozlar faqat kam ta'minlanganlik mezoniga qarab beriladi. Masalan, pensionerning o'zi kam pensiya olsa, lekin u bilan birga yashovchi oila a'zolarining daromadi yuqori bo'lsa, ba'zi yordam turlari rad etilishi mumkin. Biroq bu barcha imtiyozlarga tegishli emas. Shu sababli har bir to'lov bo'yicha mezonni alohida tekshirish kerak. 6-jihat, bank kartasi va avtomatik yechimlar. Ba'zi pensionerlar to'lovlarni mobil ilova orqali yoki farzandlari orqali to'laydi. Ilovada summa chiqsa darhol to'lab yuborishadi. Lekin agar imtiyoz qo'llanmagan bo'lsa, ilovadagi summa noto'g'ri bo'lishi mumkin. To'lovni amalga oshirishdan oldin hisob-kitob tafsilotini ko'ring. Qaysi davr uchun, qaysi xizmat uchun, qanday tarif bilan hisoblanganini tekshiring. 7-jihat, ortiqcha to'langan pulni qaytarish. Agar siz oktyabrdan keyin ham imtiyozga kiradigan to'lovni to'lab yuborgan bo'lsangiz, bu pul yo'qoldi degani emas. Siz qayta hisob-kitob so'rashingiz mumkin. Ba'zan pul keyingi oylar hisobiga o'tkaziladi. Ba'zan arza asosida qaytariladi. Lekin og'zaki murojaat bilan cheklanib qolmang. Arza yozing. Nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring yoki elektron murojaat raqamini saqlab qo'ying.
Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam. So'nggi 3 oy yoki kamida oktyabr oyidan keyingi barcha to'lov kvitansiyalarni yig'ing. Elektr, gaz, suv chiqindi, uy-joy shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi, davlat xizmatlari, notarial xizmat. Boshqa majburiy yig'imlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Telefoningizda rasmga olib qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin qog'oz nusxa bo'lsa yanada yaxshi. Ikkinchi qadam, har bir kvitansiyada to'lov nomini o'qing. Faqat umumiy summa emas, aynan nima uchun pul so'ralayotganini ko'ring. Masalan, asosiy xizmat haqi, abonent to'lovi, majburiy yig'im, penya, qayta hisob davlat boji, xizmat ko'rsatish haqi kabi yozuvlar bo'lishi mumkin. Imtiyoz qaysi bankka tegishli ekanini aniqlash uchun to'lov nomi juda muhim. Uchinchi qadam, pensioner maqomingizni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, JSHSH raqami, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Agar kerak bo'lsa, kadastr hujjati yoki uy egasi bilan bog'liq hujjat kerak bo'ladi. Nogironlik bo'lsa, TMAK yoki tegishli tibbiy ijtimoiy xulosa ham kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam. To'lovni chiqarayotgan tashkilotga murojaat qiling. Agar bu kommunal xizmat bo'lsa, tuman yoki shahar bo'limiga, mijozlar bilan ishlash markaziga yoki rasmiy elektron platformaga murojaat qilasiz. Agar bu uy-joy boshqaruv kompaniyasi bo'lsa, ularning ofisiga yozma ariza berasiz. Agar davlat boji yoki davlat xizmati bo'lsa, davlat xizmatlari markazidan izoh so'raysiz. Muhimi menga aytib bering demang. Menga yozma javob bering deng. Ariza mazmuni taxminan shunday bo'lishi mumkin. Men falonchi yoshga doir pensiya oluvchi shaxs sifatida oktyabr oyidan boshlab pensionerlar uchun nazarda tutilgan to'lovlardan ozod qilish tartibi bo'yicha hisob kitobimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Mening abonent raqamim falon, manzilim falon, to'lov turi falon. Agar mazkur imtiyoz menga tatbiq etilmasa, rad etish sababini normativ asos bilan yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. 5-qadam, javob muddatini nazorat qiling. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqamni oling. Agar tashkilot arizani olmasa, pochta orqali yuboring yoki elektron murojaat tizimidan foydalaning. Og'zaki rad javobi bilan kelishmang. Sizga tegishli emas deyishsa, qaysi bankka ko'ra tegishli emasligini yozma so'rang. Amalda ko'p xatolar aynan yozma javob so'ralganda to'g'rilanadi. 6-qadam, qayta hisob kitobni tekshiring. Tashkilot imtiyoz qo'lladik desa ham, keyingi kvitansiyada summa o'zgarganmi? Qarzdorlik kamayganmi? Ortiqcha to'lov keyingi oyga o'tganmi? Buni albatta ko'ring. Ba'zan xodim ba'zida belgi qo'yadi, lekin hisob kitob bo'limi buni keyingi oy aks ettiradi. Ba'zan esa faqat bitta xizmat bo'yicha imtiyoz qo'llanib, boshqasi qolib ketadi. 7-qadam, muammo hal bo'lmasa, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Kommunal xizmat bo'yicha tuman bo'limi javob bermasa, viloyat boshqarmasiga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga, mahalliy hokimlikka yoki tegishli vazirlikning ishonch telefoniga murojaat qilish mumkin. Davlat xizmatlari bo'yicha davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali shikoyat yuborish mumkin. Shikoyatda hissiyot emas, fakt yozing. Sana summa, abonent raqami, murojaat raqami, rad javobi, talabingiz. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga yana bir amaliy maslahat beraman. Ota-onangizning to'lovlarini oyda bir marta ko'rib chiqing. Ko'pchilik farzandlar faqat pul tashlab beradi, lekin kvitansiyani tekshirmaydi. Natijada pensioner onaxon yoki otaxon noto'g'ri hisoblangan summani yillar davomida to'lab yuradi. Agar siz farzand bo'lsangiz, bir kun vaqt ajrating, barcha xizmatlarning abonent raqamlarini yozib oling. Ilovalarda shaxsiy kabinet oching, imtiyoz bor yo'qligini tekshiring. Yana bir misol, pensioner otaxonning chiqindi to'lovi oyiga 15 ming so'm, boshqaruv kompaniyasi yig'imi 25 ming so'm, boshqa majburiy xizmat 25 ming so'm chiqyapti. Umumiy qo'shimcha to'lov 98 ming so'm. Agar yangi tartib bo'yicha shularning bir qismi yoki hammasini ozod qilinadigan to'yfaga kirsa, yiliga 20 million so'mdan ortiq pul tejaladi. Bu pensioner uchun juda katta mablag'. Shu sababli mayli ozgina ekan demang. Har oy ozgina bo'lgan pul yil oxirida katta summaga aylanadi. Agar sizda eski qarzdorlik bo'lsa, uni ham tekshirtiring. Masalan, sizga 600 ming so'm qarz chiqarilgan. Siz esa o'sha davrda imtiyozga kirgani bo'lishingiz mumkin. Bunday vaziyatda qarzim bor ekan deb jim to'lab yubormang. Qaysi oylar uchun, qaysi tarif bilan,
qaysi asosda hisoblanganini so'rang. Agar imtiyoz qo'llanmagan bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qiling. Agar pensiya qo'shilgan bo'lsa, pensiya ham to'g'ri hisoblanganmi? Tekshirish kerak. Pensionerlar bilishi kerak bo'lgan yana bir muhim narsa hujjatlaringizdagi ism. Familiya, tug'ilgan sana, shahar, manzil bir xil bo'lishi kerak. Ba'zan bitta harf xatosi yoki eski pasport ma'lumoti sababli tizim imtiyozni ko'rsatmaydi. Masalan, pensiya bazasida manzil eski. Kommunal xizmat bazasida yangi bo'lsa, avtomatik mos kelmasligi mumkin. Shuning uchun ID karta, ro'yxat manzili va abonent ma'lumotlarini tekshirtiring. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, lekin to'lovlar uning nomida qolgan bo'lsa, bu ham alohida masala. Merosxo'rlar yoki uy egalari abonent ma'lumotlarini yangilashi kerak. Aks holda imtiyoz noto'g'ri qo'llanishi yoki keyinchalik qarzdorlik bo'yicha muammo chiqishi mumkin. Bu og'ir mavzu, lekin amaliy hayotda uchraydi. Shuning uchun hujjatlarni vaqtida tartibga keltirish kerak. Demak, oktyabr oyidan pensionerlar uchun ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilish tartibi juda muhim yengillik bo'lishi mumkin. Lekin uni to'g'ri tushunish kerak. Qaysi to'lov, qaysi toifa, qaysi hujjat, qaysi davrdan boshlab amal qilishi aniq bo'lishi shart. Eng katta xato hammasi avtomatik bo'ladi deb kutib o'tirish yoki aksincha. Huquqingiz borligini bilmasdan to'lab yurishdir. Mening tavsiyam oddiy. Kvitansiyalarni yig'ing, to'lov nomlarini tekshiring, pensioner maqomingizni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang, tashkilotga yozma ariza bering. Javobni nazorat qiling va kerak bo'lsa qayta hisob-kitob talab qiling. Bu ish biroz vaqt oladi, lekin natijada har oy pensiyangizdan ortiqcha pul chiqib ketishining oldini olasiz. Sizning hududingizda bu imtiyoz qanday qo'llanyapti? Pensionerlar haqiqatan ham to'lovlardan ozod qilinyaptimi yoki hali ham eski tartibda summa chiqarilyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensioner ota-onalarimiz uchun juda zarur.